Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qizlar, tuzukmisizlar? Yaxshiroqsizlarmi? Hammalar. Bizda mana bu sanatoriya, Nazarbek sanatoriyasidan tepaga chiqurishdi. Bu yog'imizdan Tarnovdan pastga tushirishdi. Shundoq mana bu yerda mana birinchi o'rinda yangi Tarnov degan mana yangi magazinlar ochildi. Rasa zo'r qizlar, arzon, optim narxda hammalarni taklif qilaman. Ochilish marosimlari bo'lib o'tdi. Shunda boshida mana somsaxona bor, yonida ovish, oziq-ovqat har xil narsalar bor ichida. Magazinlarimiz bor. Bu yerda Sumaya shopping magazinimiz bor. Boshida mana sizlarga reklama qilib olib o'tib ketaman qizlar. Mana bu yerda har xil turdagi sochuvlarimiz, mana bu yerda har xil salatlarimiz, balonlarimiz qizlar. Mana bu yerda ham mana Sumaya shopping magazinimiz bor. Kiyim, kosmetikalar, sumkalar, sushilkalar, hamma narsalar bor qizlar. Ichida shuna yonida mana shunaqa har xil turdagi billur, boshqa turdagi hamma turdagi shunaqa zo'r mo'nshilar optim narxda bor qizlar mana. Optim narxda. Assalomu alaykum. Qizlar, bu yerda mana Xitoy tovarlarimiz bor. Mana hammasi Xitoy tovarlari mana qizlar. Shilqalarga ilib tashalgan, shunaqa chiroyli, shunaqa zo'r qizlar. Bu yerda ovushlarimiz bor. Bu yerda mana murskoy oyoq kiyimlar magazinlarimiz bor mana. Bu yerda ham qizlar mana meva-cheva, yog', piyoz, un, hamma narsa ovush magazinlarimiz. Mana bu yerda klientlarimiz bor. Bozor avjida qizlar. Qizlar hammalarni kelishlarini taklif qilamiz. Bu yerda kepsilar, bilinchiklar, somsalar pishirishadi. Bu yerda mana issiqqina zo'r grilllar pishyapti. Qizlar hammalarni taklif qilaman. Temir yo'l sanatoriyasidan chiqarish, Tarnovdan tushirishdi. Yangi Tarnov. Qizlar hammalarni kutaman. Kelinglar.